Вообще bunchalar zo'rsan deydi-ku. Aynan mana shu ifor uchun aytilgan ekan bu gap. Bu 300 ming so'mlik atirlardan narxi lekin haqiqatda qoyil qoldiradi. Narxi debman, hidi demoqchi edim, uzr. Hidi вообще. Hidiga gap bo'lishi mumkin emas. Zo'ra. Endi atirlarimizning dodasiga keldik. Portojor deydi-ku, Portojor atirimizni qani kim bilmaydi. Menimcha bu atirni endi ta'riflashga ham hojat yo'q. Umuman hojat yo'q. Eng zo'r, eng klienti ko'p atirlardan. O'zining maxsus taklifnomalariga ega bo'lgan ifor. Qaranglar bunga. Go'zallik. Вообще go'zallik. O'zining taklifnomalari bilan birga. Bu atirimizning tarixi bor. Bu atirimizni Faberlic kompaniyasining direktori Aleksey Nechayev to'y kuni o'z ayoliga va to'y marosimiga kelgan barcha mehmonlarga mana shu atirdan sovg'a qiladi. Va o'sha to'y marosimiga kelgan har bir o'sha mehmonlar keyinchalik bu atirdan so'rashni boshlashadi va o'shandan keyin Portojor dunyo bo'ylab tan olgan brendovый atirlar sarasiga kiritiladi. Har bir mijozni ko'nglidan joy olgan, har bir o'sha to'yga kelgan mehmonning ko'nglidan joy olgan bu ifor. Buning hidini men sepmasam ham, menimcha hamma o'sha biladi buni. Yengil gullarning ifori. O'ziga tortuvchi judayam ajoyib hidga ega, yosh tanlamaydi, mavsum tanlamaydi. Har bir mijoz mazza qilib, har qanday faslda ham ishlatsa bo'ladigan atirlardan. Keyingi iforimiz Akizor ifori. Bu atirni bu ham Xurram Sultonning mashhur brendovый atirlaridan. Bu muskoye. Ko'rinishi arabiskiy stilda chiqarilgan. Arab ko'rinishida chiqqan. Buni bemalol namozxonda ham sepsa bo'ladigan atir. Ko'rinishiga qaranglar. Вообще. O'tkir. Yaxshigina o'tkir. Ko'ramiz. Voh, judayam zo'r. Haqiqiy bu atir aynan xo'jayiningizga sovg'a qilishga arziydigan atir ekan. Sovg'a qilsanglar ishoninglar, aniq rahmat aytishadi sizga. Bu atirdan keyin вообще bogatiy, hidi вообще bogatiy ekan. Uncha odam sepmaydi bu atirni, bilasizlarmi? O'zini sevuvchi insonlargina aynan bu atirni o'ziga ravo ko'rishadi. Albatta hammaga tavsiya qilaman. Aynan mana shunaqa shirin, asal bir-biridan shunaqa go'zal iforlar kerak bo'lsa, menga murojaat qilinglar. O'zbekiston bo'ylab dostavkani yo'lga qo'yganmiz. Tezlikda yetkazib beramiz.